va ustimdan birov pul sochyaptimi deb xursand bo'lib ketibman. Qarasam, bir tonna paketlar ekan. Gapni po'z kallasini boshlasam, bir donagina paket kerak bo'lib, shkafni ichidan olishgan edim. Qarasam, ustida shuncha narsa turgan ekan-ku, hayron qoldim. Bitta shkafni ichiga shuncha narsa qanday siqqan ekan deb. Короче, bugungi kunim o'zimda uyimda уборка qilish bilan o'tdi, faqat tekinga. Bir vaqtlar 2 yashik klubnika olib kelgan edi xo'jayinim. O'shaning savatchasini yuvib olib qo'ygan edim. Ichiga kartoshka savslarni solib qo'yamiz deb. Korzinkachani ichiga musorlarni qoqib solganim bilan kartoshkalardan baribir chang tushadi deb bumajnoye polotensani chiroyli qilib to'shab qo'ydim. Biram kartoshkamiz ko'payib ketibdi. Erim ham olib kelgan kartoshka, men ham olib kelganman, shu bilan uyda где-то 4 kilocha kartoshka bo'lib ketdi yo. Bir qo'llab ko'tarayotgan paytim ichimda o'ldi. Hozir hamma kartoshka har yoqqa qarab sinib ketmasa bo'ldi, mana shu yashik turib. Sredstvalarni push etib sepib, ko'pirtirib yuvishni boshlab ketdim kuxnyamda. Bir haftada bir marta kuxnyalarimni shunaqa ko'pirtirib yuvishga harakat qilaman, chunki yuvmasam moylik bo'lib ketadi. E'tibor bersam, shu kuxnyani kimdir moyli rosa kir ekan deb aytadi, kimdir chirk ekan deydi, kimdir yag'ir ekan deydi, bilmayman, sizlar nima deb aytasizlar. Короче, shunday chig'in bo'lib ketmasligi uchun bir haftada bir marta shunaqa chiroyli qilib ko'pirtirib yuvish kerak. Har shunaqa ko'pirtirib yuvganimdan keyin gubkalarni sразу musорga tashlayman, chunki hamma mikroblar gubkalarga yig'ilar ekan. Hamma joyga ko'pirtirib surkab chiqdim. Endi esa paqichani olib, chiroyli qilib suvlarda to'ldirib, ichiga ham ozgina sredstva sepdim. Yaxshilab yuvishga tushib ketdim. Bir paytlari shoshilib, qo'limizni yuvmasdan ham mana shu ruchkalarni ushaymizda, o'shan bilan ham pilchillab qoladi, moylanib. Bugun faqat shkaflarimni ustini qilaman deb o'ylagan edim. Shu paketlarni yig'ishtirishimdan boshlandi. Mana shu shkafni ustini artayotganimda ham to'xta, ichiga ham bir qaray desam, ozgina ichi ham уже sal changlanib qolgan ekan. Bir ikkitasini olay deb qarorcha hamma narsasini bo'shatib tashladim-ku. Shkaflarda ichini ham tez-tez qarab turish kerak, chunki chang bosib ketadi. Men o'zim zadaniya beraman. Bugun mana shu kuxnyamda shkaflarni ichini yuvaman. Boshqa hafta polностью kiyimlarni tushirib, birinchi shkaflarni ichini artib, keyin boshqa talab taxlayman, dabdalashib ketmasligi uchun. Itogo qanaqa rezultat bo'lganini hozir sizlarga ko'rsataman. Moychalarimizni chiroyli qilib joyiga qo'yib qo'ydim. Sredstva bilan yuvgan paytimiz mana shu suvga tegmasin deb ustidan paketcha kiydirib qo'ygan. Yuvib bo'lganimdan keyin mana shu kafellarga har qaraganimda o'ylab qolaman, shu yerga olmaslarni qo'ymaganmikan, muncha yaltiraydi bu deb. Hamma charchoqlarim chiqib ketdi-ku, bu yaltiroqlarni ko'rganimdan keyin. O'zimga o'zim xursand bo'lib, polovinkamni yonimga chaqirib maqtanishni boshladim. Buni qarang, uni qarang deb. Uyda basseyn bilovlarini har hafta almashtiraman. Oppoq bo'lgani uchun 2,5 soatlik rejimga qo'yaman 90 gradusga. Yaxshilab qoqib ilishga tushib ketdim. Do'stlar, nima demoqchiman? Har hafta emas, hech bo'lmasa 2 haftada bir shkaflarni ichiga qarab turish kerak. Men yig'ishtirib bo'lganimdan keyin rakvinamni polностью shunaqa artib, tozalab qo'yaman ichlarini ham. Shkaflarimda ichini ham sizlarga bir ko'rsatib o'tay dedim. Kasulkalar turadigan joyda. Yoqamasa like, podpiska bosib qo'yinglar. Xursand bo'laman. Videoga sig'may qolgan joylarni esa storyga qo'yib boraman. Storyda mani kuzatib boringlar.